E'tirozlar bo'lmasa, kun tartibimizdagi masalalarni muhokamasiga o'tsak. Yorqulov Husan Muxtorovich, Byudjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi a'zosi, O'zbekistonda Islomiy bank faoliyatini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda kiritilmoqda. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, havola etilayotgan qonun loyihasi sizlar tomonidan joriy yilning 16-sentyabr kuni konstitutsiyaviy jihatdan ma'qullab berilgan edi. Bizning qonunimiz bu maqsadi islom maliyasini O'zbekistonda joriy etish. Lekin bularda qonunlarida aynan islomiy moliya faoliyatidan olingan daromad foiz ekan deb talqin qilinib, mana shu qilayotgan ishlarimizga to'g'anoq bo'lib qolmasmikin? Siz hozir Qirg'iziston bilan Qozog'istonni misol keltiryapsiz. Bu davlatlar an'anaviy islomiy anglashi ma'nosini O'zbekistondan o'rgangan. Ya'ni biz Qozog'istondan islomni o'rganmaganmiz hech qachon. Ular bizdan o'rgangan. Agar ba'zi bir fuqaro u yoki bu ekspertni xulosasidan norozi bo'ladigan bo'lsa, unga alternativ ravishda boshqa bir xulosalarni olishga ham imkon bo'lishi kerak. Sud ekspertini so'roq qilish. Nomidan ham vahimali. Sud ekspertini mustaqilligi haqida butun bir qonunda mazmuni bor. Surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ekspertini qonunda belgilangan tartibda so'roq qilish huquqiga ega. Qayerda qoladi sud ekspertini mustaqilligi? U keyinchalik bergan xulosasi yuzasidan tergovchi chaqirib uni so'roq qilsa.